1990 yılı 4. ayının 5. günü Şarkı Türkistan'ın Aqto nahiyəsinin Barın yezisida yüz bergen milli qarşılık hareketi ve arkadan yüz bergen qanlı qırğınçılığının 33 yıllığı münasebeti bilen Miyonxondagi baş konsulxonasi oldida namoyish o'tkazildi. Yevropa Şarkı Türkistan birligi tashkillangan namoyishga Dünya Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa ve İlham To'xta guruhining a'zolari boshchiligida nurg'un Uyg'ur ve Germaniya fuqarolari qatnashdi. Şu günü Türkiye'nin paytaxtı Ankara'da Barın qırğınçılığının 33 yıllığı münasebeti bilen siyasetçiler, akademikler, jurnalistler, tadqiqatçılar ve ommaviy tashkilot vakillarining ishtirok qilishi bilen xotirlash yig'ini o'tkazildi. Washingtondagi Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbas xonim yaqinda axborot vositalarida qilgan so'zida Putin ustidan tutish buyrug'i chiqargandek Xi Jinping ustidan tutish buyrug'i chiqarish tashabbusini o'tirg'a qo'ygan. 2 aprel Germaniyaning Suratlar gazeti Putin ustidan tutish buyrug'i chiqarilgandan keyin hamda navbat Xi Jinpingga kelamdi nomli bir ziyorat xotirasi e'lon qilgan edi. Arkadıllar Bilik gezdimi Uygurlarga qarşı cinayet, kişilik hukuk faaliyetisi Xi Jinping ustidan xalqarалық tutish buyrug'i chiqarishni tashabbus qildi nomli xabar e'lon qildi. Yevropa Komitetining raisi Ursula von der Leyen Xitoy Yevropa ittifoqi munosabatini muzokara qilish uchun Beijingga qilgan ziyoratida Xitoy bosh ministri Li Keqiang bilan ko'rishdi. Von der Leyen arkadan Fransiya prezidenti Emmanuel Macron ve Xitoy davlat raisi Xi Jinping bilan uch taraflik suhbat o'tkazdi. Ursula von der Leyen 6 aprel Xi Jinping bilan ko'rishgandan keyin Beijingda muxbirlarga mundaq dedi: "Biz kishilik huquq to'g'risida so'zlashdik. Biz Xitoyda borgan siri chekinayotgan kishilik huquq vaziyati haqidagi andishlarimizni o'ttirg'a qo'ydik. Bo'libmi Xinjiangdagi vaziyat kishini texmi qayg'uga soladi. Bizning bu masala haqidagi suhbatlarimizni davomlashtirishimiz intayin muhim." Xitoy Tashqi ishlar ministrligi egilik huquqi talash tortishi bor bo'lgan Tayvan prezidenti Tsai Ing-wenning Amerika Avam palatasining boshlig'i Kevin McCarthy bilan ko'rishganligini tanqid qildi. Tayvan rahbari tunugun Kaliforniyaning Simmi vodisida Avam palatasining boshlig'i McCarthy va partiya halqagan parlament vakillar o'miki bilan ko'rishgan edi. İran bilan Saudiya Arabiston elchixonalarini qaytadan etishga, ikki davlat o'rtasidagi navbatchi aeroplanni qayta qo'zg'atishga va viza osonlashtirishga qo'shildi. Xabar qilinishicha, Iran tashqi ishlar ministri Husayn Amir Abdullahyan va Saudiya Arabiston tashqi ishlar ministri Faysal bin Firxan Xitoy poytaxti Beijingda ko'rishdi. Germaniya tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock Yevropa davlatlarining bexatarlik andisi sababidan Xitoyga bo'lgan ikki taraflik tayinishni azaytish kerakligini o'tirg'a qo'ydi. Baerbock Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti tashqi ishlar ministrlari uchrashishdan ilgari Bruselda muxbirlarga qilgan so'zida endi Tinch okean rayonining bexatarligining muzokara qilinadigan temalarning ichida bo'ladiganligini aytdi.